Bordi yo'llardagi qoidabuzarliklarga e'tiborsizlik bilan qaralsa, birinchi qoidabuzarlik ikkinchisiga yetaklaydi. Doimiy qoidabuzarlik esa bir kun kelib ayanchli bir avtohalokat bilan tugashi mumkin. Shu sababli ham yo'l harakati xavfsizligi xodimlari har bir aniqlangan qoidabuzarlik yuzasidan qonuniy chora ko'radilar va haydovchini qayta qoidabuzarlik sodir etmaslikka chaqiradilar. Ushbu Gentra velosiped transport vositasini to'xtatib tekshirganimizda tegishli hujjatlar bo'lgani uchun vaqtinchalik saqlash uchun jarimaga olib keldik. Qo'qon shahrida qo'pol qoidabuzarliklarga qarshi o'tkazilgan red tadbirda yo'l harakati xavfsizligi xodimlari yo'l harakati qoidalariga bepisand bo'lgan haydovchilarni aniqladilar. Qo'qon shahrida maqsad red davomida ushbu Cherry rusumli transport vositasini yo'l harakati xavfsizligi bo'limi xodimlari tomonidan to'xtatib tekshirilganda haydovchini me'yoriy hujjatlari bo'lmaganligi sababli ushbu transport vositasi vaqtincha saqlash uchun jarima maydonchasiga qo'yildi. Kun davomida olib borilgan red tadbiri tungi vaqtda ham davom ettirildi. Tungi yo'riqnomada xodimlarga harakat ishtirokchilarining xavfsizligini ta'minlash va qo'pol qoidabuzarliklarga chek qo'yish zarurligi aytildi. Xizmatga kirishgan yo'l harakati xavfsizligi xodimlari asosiy e'tiborini qo'pol qoidabuzarliklarga qaratdilar. Haydovchilik guvohnomangiz qayerda? Haydovchilik guvohnomaga o'qiyapman. Endi o'qiyapsiz, hali olganingiz yo'q. Vaqtinchalik saqlash uchun mashinangizni jarima maydonchasiga qo'yib turamiz. Transportlarimiz to'xtatib tekshirilganda transportlarimizni ta'minotga ruxsatnoma yo'q ekan. Shu sababli transportlarimiz jarima maydoniga kirilyapti. Tegishli hujjatlarsiz avtomobil boshqargan, qayta jihozlagan, davlat raqamisiz harakatlangan, avtomobil oynalarini ruxsatsiz qoraytirgan va shu kabi turli qoidabuzarliklarga yo'l qo'ygan haydovchilarning transport vositalari jarima maydonidan joy oldi. 40X950 TA Captiva'ni to'xtatgan vaqtimizda transport vositasida ham propan ham metan qo'yganligi aniqlanyapti. Haydovchimizda transport vositasini ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib vaqtinchalik jarimadan olib qo'yapmiz. Red tadbirda 100 ga yaqin turli qoidabuzarliklarni sodir etgan haydovchilarning transport vositalari vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga joylashtirildi. Hamma hujjatlarim bor aka. Yo'q, ishonchnomangiz yo'q ekan. Hozirda red tadbirlari davom etmoqda.